Burovni xotini ko'zlar. Qo'shni bo'lmay o'zni bosing, nima qilyapsiz? O'tmas, to'xta. Kir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar do'stlar, keldingizmi? Ha, rahmat. Uyga kirib turavergan. Qara ukam, mana bitta yerlarni chopib, daraxtlarni kesib chiroyli qilib qo'yasan, xo'pmi? Mana shunday do'konga chiqib keling. Xo'p bo'ladi aka. Vau, xotini yomon ekan-ku. Vau, joningdan. Paytdan foydalanmasam, kakasi chiqib yo'q. Hoca! Yo'la jonim. Yur. O'tbar. Menga qarama, plos. Senmi hali birovni xotiniga ko'zalaytiradigan, plos. Birovni xotiniga ko'zalaytirasanmi? Qo'shni to'xtang, o'zni bosing, qo'shni nima bo'ldi, bosing, nima qilyapsiz? O'tbar, to'xta. Nima bo'ldi, tinchlikmi o'zi? Ko'rmaysizmi uni, plos. Ko'chadan ishlataman deb olib chiqsam, xotinimni ko'zalaytiryapti. O'zida ham ayb bor ekanda, begona erkak bilan kelinni qoldirib ketadimi? Bunaqalarga ham insof bersin o'zi. Qaysi zamonda yashayapsiz? Hozir bilasizmi, hasharcha degan ilova chiqqan. Kunlik yoki soatli ishchilarni mana shu yerdan topsangiz bo'ladi. Suvchi deysizmi, elektrik deysizmi, santexnik deysizmi, uyingizdagi misol uchun mayda chudda ishlarni qildiradigan bo'lsangiz, hamma ishchilar shu yerda bo'ladi. Bu yerdagi ishchilarning ism, familiyasi, nomerigacha bor, operatorlar nazorat qilib turadi. Ish beruvchiga ham, ish qidirayotganga ham ishonchli ilova. Yaxshi ilova ekan. To'g'riroq bilganimda chaqirardim. Mana tovarni topmasam bo'lmaydi lekin. To'xtang. Bu qaytan dunyo. Mana choyingiz, boshqa kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Mana qarang, 3-4 kundan beri kelaman-da. Soat nechida chiqasiz? Kofe ichardi ishdan keyin. Mani kim deb o'ylayapsiz? Men unaqa ayollardan emasman. Tuzomisiz qo'shni? Yaxshimisiz? Uyalmaysizmi? Mahallamizdagi sardorlar ayoli bo'lsa. Qilaylik qilmasangizchi. Eri 1 yildan beri Rossiyada. Ozgina ko'nglini olay deyotdim, zerikib qolgandir. Shuni esdan chiqarmang qo'shni. Qaytsa og'ir kelishi mumkin. Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa keyin birov ur deyishgan. O'zingizni ehtiyot qiling qo'shni.